Shu paytda Instagramda o'tirsam, chet ellik futbolchi shuni tayyorlashni boshladi. Nima ekan deb qiziqib oxirigacha ko'rdim. Tavaga bitta banan, 2 osh qoshiq nutella, ikkita tuxumni oldida yaxshilab aralashtirdim. Bananni ezib, aralashtirishda davom etdim. 2 osh qoshiq unni qo'shib, venchikda bir xil massa holatiga kelguncha aralashtirib oldi. Oxirida shokolad bo'laklarini sepib, 10 daqiqaga qopqog'ini yopib qo'ydi. Oxirigacha ko'rib ram yegim keldi. Shunaqa zo'r narsa bo'ldi. Qarasam uyda banan, tuxum, nutella, un hammasi bor. Atiga 4 donagina mahsulot ketar ekan-ku, hammasi uyda bor ekan deb tayyorlashni boshladi. Tavamga banan, nutella, tuxumlarni chaqib, yaxshilab bananni ezishni boshladi. Oson ekan-u, issiqqina choylar bilan ketadi deb erinmasdan turib tayyorladim. 2 osh qoshiq unni ham qo'shib, yaxshilab aralashtirib, ustiga shokoladlarni sepib, mana 10 minutga yopib qo'ydim. Faqat meni uyimda молочный shokolad qolgan ekan. Ishonasizlarmi? Atiga 15 daqiqagina vaqtim ketdi. Shunaqa mazali, yumshoqqina mayin bananli browni tayyor bo'ldi. Issiqqina choylar bilan maza qilib yeb oldik. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Osh bo'lsin, shifo bo'lsin.